Ana endi o'sha jin tegmasligi uchun, jinni ta'siriga tushib qolmasligi uchun iymonni baquvvat qilib, ibodatda sobit qadam bo'lish bilan birga kerakli oyatlarni, suralarni o'qib, o'ziga dam solib yurish kerak. Bu hadislarda sobit bo'lgan narsa. Abu Hurayra radhiyallohu anhuni Rasul akram alayhisolatu vassalom Ramazonda keladigan sadaqalarga ombor chiqib qo'ydilar, qorovul. Xurmolarni to'plab maydonga kechasi borib o'shani qo'rib yotadilar. Yotsalar qitir-qitir qilib qolibdi bir sharpa, borsa birov o'sha sadaqani xurmosidan qopiga solyapti. Shart ushab mahkam, sen o'g'ri, endi ko'rasan ertalab Xudo xolasa Rasulullohning oldiga olib boraman desalar, jon og'ayni, men ayolman, hojatmanman, nochor keldim, bo'lmasa kelmas edi, meni qo'yib yuborgan, iltimos bolalarimga rahim kelsin, undoq bundoq deb yolvorgan ekan, qo'yib yubordilar. Ertalab bomdaqqa boruvdilar. Ha, Abu Hanifa, kechagi asiring nima qildi dedilar Rasululloh. Abu Hurayra hayron qoldilarda, keyin aytib berdilar. Shunaqa ishlar bo'ldi, yolvordi, qo'yib yubordim. Endi kelmayman dedi. Bekor aytibdi, yana keladi dedilar. Ertasiga yana keldi, yana qo'lga tushdi, yana avvalgi suhbat bo'ldi. Yana qo'yib yuborib, yana ertasiga boruvdi, yana Rasululloh so'radilar, yana haligi gaplar bo'lib, 3-kuni yana keldi. Kelganda endi bu aytdiki bo'ldi, 3 marta bo'ldi, endi qo'yib yuborish yo'q. Endi ertalab borasan men bilan, qo'yib yubormayman, jazoyini olasan dedi. Menga qaradilar. Men senga bir ma'rifiy narsa o'rgataman. Keyin senga manfaat beradi. Keyin qo'yib yuborasanmi, o'rgatib qo'yasan dedi. Ha dedi. Qachon yotyapsang, tursang, oyatul kursini o'qigan Allohu la ilaha illalloh, illahumni dedi. Shunda dedi, shayton senga tegmaydi dedi. Haligi va'dani berib qo'ygan Abu Hurayra qo'yib yuborib, ertalab boruvdilar, yana Rasululloh so'radilar. Nima bo'ldi? Shunaqa bo'ldi. Nima dedi? Shunaqa. Oyatul kursini o'qisang senga shayton jin tegmaydi deb aytdi. To'g'ri aytibdi, ammo o'zi yolg'onchi dedilar. Aytgani to'g'ri, lekin o'zi yolg'onchi. 3 kechadan beri senga asir tushayotgan kim bilasanmi? Dedilar, yo'q dedi, shayton dedilar. Ana, o'zlari biladi ular. Odamlar nimani o'qisa tegisha olmaydi. Biladi. Ana shunga o'xshab oyatul kursi, bizda chorqul deymiz, Kafirun surasi, Ixlos surasi, Qul a'uzu bi robbil falaq, Qul a'uzu bi robbin naslarni odam o'qib o'ziga dam solib yurish kerak. Boshqa oyatlarni ham o'qib dam solib yursa, ana o'sha jin tegishidan boshqalardan qo'rg'on bo'ladi, bandani ushlab turadi. Kechqurun yotganda o'qib yotsin, ertaman turganda o'qisin, ko'chaga chiqqanda, boshqa joylarda, hamma yerda mana shu narsalarni qilib yursin. Ana shunda yaxshi bo'ladi, xayr baraka bo'ladi. Ana u jin kirib oldi, bir oldi, u bu deyotganlar. Avval haligi gap. Avval yo'q edi, 5-6 azizlarimiz borib, shu Misrdagilardan o'qishib kelib, qilishuvdi, joriy bo'ldi. Chunki ergashyapti-da. Jon yurganlarga gap yo'q. Shuni qilaman deb uringanlarga bo'lyapti. Haligi oyatning gapi. Shuni orqasidan tushishyapti. Odamlarga tushuntiryapti, SMS qilishyapti, zaps qilib odamlarni telefonlariga ko'chirib berishyapti, o'zlari qilib ko'rsatyapti hammani. Qilganda keyin bo'ladi. Lekin hanbaliylar ham, boshqalar ham mana shunaqa qilib jinkashlik qilish shariatda bor degan gapni aytmagan. Yo'q. Kiradi degani haligidaqa kimdir jinkashlik qilib nima qiladi? O'qiydi, o'qiladi, bu qiladi degan gap yo'q. Ya'ni buni kasb qilib olish yo'q. Orqasidan pul topish yo'q. Qaytaga odamlarni xayolini ketkazish bor. Men o'zlariga aytdim. Xo'p, aytinglarchi, avval shu bormi desam, yo'q dedi. Qancha chiqdi desam, 6 yil bo'ldi. Ha, o'sha ona falonchilar olib kelgandan keyin chiqdimi? Ha, chiqdi. Nimaga oldin yo'q edi? Bilmaymiz. Keyin xolis aytinglarchi, nimaga hadi musulmonning ichiga kiradi, o'rislarning ichiga kirmayapti desam, bilmaymiz deydi. Bular yuribdi-da, orqasidan yuryapti, izlashyapti. Shunga ko'rinyapti. Shuning uchun bu narsaga juda hushyor bo'lish kerak. E'tiqodni mustahkam qilish kerak, unaqa ig'volarga uchmaslik kerak, to'g'ri tushunchani berish kerak, Qur'on asosida aqidada bo'lish kerak, hammasi yaxshi bo'ladi. Ana shu ma'noda bir kitobcha qildik. Mana shu aytilayotgan gaplar o'sha jin bobidagi gaplarning xulosasi. Inshaalloh bu narsalarimiz hammasi yo'lga tushib ketadi.